sizlar bilan ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'layotgan bir nechta videolarni tomosha qilamiz. Izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Shuncha odam pul tikib qo'yuvdi. Bunaqa sport, bunaqa musobaqani nima keragi bor? Shahzod Gold, Azizxon UFC. Bittasi 80 million kredit olib, pul tikdim bo'yiga deb yozibdi. Ya 5 ming bo'yini oldin qanot bo'lgan odam Dunyoga sharmanda qilyapti. Qilingan yaxshilik bu bratskiy yaxshilik hisoblanmaydi. Seni ham kimani Abima akasi Tyson, sen logopedga ishga o't. Tungun. Gold. Yana nima deydi? O'zbekiston bizga nisbatan yana bitta O'zbekistonda gazvet tugaydi, dalbayoblar tugamaydi deb gap so'z qilib nima deydi? Negativ deydi, nima deydi? Bileti tikka turib chiqyapding. Dastoyniy mujiki degani kam gapirib ko'p eshitadigan bolalarda. Men o'tirib chiqqanman, u bu deysan. Men senga qara qisqa o'lunda qilib aytaman. Seni ham kimani Abima akasi kim buni? Abdullohmi, Xuyullohmi? Sen ana sochini olmaydimi degan akang. Hali sen bilan o'sha akangni oldida Saturn bilan Tashinning hurmati o'zigacha normal ekanda. Men qara, ko'cha temasda men seni akang senga o'xshagan liboy bilan liboychasiga liboy joyda gaplashaman. Tushundingmi? Men senga aytib qo'y. Tikka turib suyuq emas, quyuq arlatib yording, chumur deb. O'zbekiston keldi deganni men eshitganmisan deysan, cho'rt. Menga qara, menga telefon qil 95lik 155 bir qayta senga aytaman, chichqoq. Tushunding? Men senga aytib qo'y. Mana brachkalar bilan sartaroshxonada o'tiribman. Qara, men senga iskrenni slovesni aytyapman. Sen dastoyniy mujik, порядочный mujik. Men 2 marta o'tirib chiqqanman. Sen 10 marta o'tirib chiqqanmisan, lekin senga o'xsha men nimalardadir baltat qilmayman, baltavatsa qilmayman. Bo'ladigan gapni aytaman men senga. Ko'cha temasida paktagon, setki-petga qilmayman. Sen bilan ko'cha temasida, liboy temada sen bilan solishaman. Men senga aytib qo'y. Qara, tikka turib chiqyording. Ko'tingda bor-ku, ko'tingda. Magazinni sotadigan nima deydi? Bumaga bilan artma, silliq flashni bilan artgin. Tushundingmi? Sen ham Abi akangmikin, Xuy akangmi? Men senga aytib qo'y. Qara naq tashaq bularga. Shunga tashaq. Hozir shuni chiqarib, videoni srochni Goldga tashab qo'yamiz. Gold bunaqa eshakdek itdek kalta yeb, o'zingni ham xalqni ham sharmanda qilma ukam. MMAdan ket. Shahzod Gold, sen qariyalar uyiga ishga o't. Va eshik orqasida turasanda va chiqayotganda pah deb qo'rqitasan. O'sha bo'ladi sen ishing. Tyson, sen logopedga ishga o't. Tungun. Pingvin deb yuraverasan o'sha logopedda. Bolalarga qirga ketayotgan pingvinni talaffuzini o'rgatasan. Bittasi pa deb jiyan deb turib, birinchi raundda nokaut bo'lib, chumo. Ikkinchisi bir qo'ling ham tegmadi. 40 yoshli qariyaga, kanal karatega. Vele chiqoq. O'sha gap. Sen qariyalar ishiga o't, qariyalar uyiga ishga o't, sen logopedga ishga o't. Qariyalar uyiga ishga o't, sen logopedga ishga o't. Dastoyniy mujiki. Chichib qo'yding-ku. Sal o'zingga kelib ol, o'zim sen bilan tayyorman. Shunda o'zim sen bilan urishaman. Parosli 20 yoshli bola seni yeb tashadi. Ustingga chiqib olib yeb tashadi. Aka bularga vahshiy vezib tashaman. Jigarlar shuni tarqatib qo'yamiz, Goldgacha yetib borsin. Zot Gold yutkizdi, inshaalloh, Allohga behisob shukr. Biz o'zimiz shuni prognoz qildik. Endi Xudo xolasa Tyson yutkizsa, Xudo xolasa hammasi joyiga tushib ketadi. Ertaga 40 kishilik osh. 40 kishilik osh. Buni kelaversa uyda bitta qo'y so'yaman. Jonlaring sog' bo'lsin, bizni o'zbegim paddeshka qilib turganlar. Haqiqiy bayislarni paddeshka qilish kerak. Bular bloger bo'lib chiqib. Mana ahvol.
bir mush uralmadi. Bir mush gold uralmadi. Bir mush uralmadi. Qanday sizlar o erka bulanga ro'para qilishlar mumkin. O erka bulanga bir 75 yil erka bulandi bilan ko'mirkonga olib borib ishlatib tirnovka qilgizmasdan gold 70 yil tirnovka qilsalar, o'shanda qo'ysalar ham erka bilan uradi goldni. Men qasam ichaman. So'kinvordi men bor uzr. Hozir xudo xolasa Tyson yutkazishini tomosha qilaylik. Hammamiz jonlaringiz sog' bo'lsin, video qo'yamiz. Shahzod Gold, Azizxon UFC. Bilasizlar, ular o'rtasida katta nizolar bo'lib, bir-biriga video obrasheniyalar orqali haqoratlar, shunaqa bir holatlar bo'lyapti. Shahzod Zimlagim, Azizxon UFC o'rtag'im necha yillik do'stim. Nimaga Sardor bularni yarashtirib qo'ymaysan yoki-da bular o'rtasida nima bo'lgan deb hech qaysi xalq to'g'ri tushunchaga ega emas. Shunaqa savollar, vaproslar ko'p. Men bugun sizlarga achchiq bo'lsa ham haqiqatni oshkora qilmoqchiman. Bundan 6 oy, 5 oy oldin Azizxon UFC Dubayga kelgan vaqtida Gold Shahzod menga telefondan aloqaga chiqdi. U vaqt Tailandda yurgan edi. Sardor Az bilan gaplashdik. Xo'p, Azga telefonni berdim, ikkalasini gaplashtirdim. Azxon bilan ikkalasi chiroyli guring qilishdi. Oradan 1 soat o'tgandan keyin qanaqa guring qilishdi? Meni taxallus qilib, meni tahlid qilib, menga videolar chiqarma dedi Shahzod. Aziz, men seni ismingni olmaganman, mening yo'nalishim shu, men blogerman dedi. Oradan 1 soat o'tgandan keyin Gold Tailandda yurgan Bekkor ismli qanaqadir bir shantaj qilib yuradigan video bloger orqali meni va Azizxonning oila a'zolarimizni pasportlarimiz, uka, aka, xotin, oila, bala, chaqamiz hammamizni videolarimizni Bekkor orqali chiqarib, haqoratlattirib bizga ham aloqaga chiqdi. Videoni olib tayladi dedim. Sardor, sen meni Zimlagimsan, Azizga aytib videoni oldira olmading, shuning uchun senikini ham chiqardim dedi. Men neft demay insonman. Shahzod Zimlagim, Azizxon qalin do'stim. O'rtasiga tushmaganman, ikkalasini o'rtasida nizoda men bo'lmaganman. Shunga qaramasdan meni oila a'zolarimni ham videolari va rasmlarini so'ktirib, haqoratlattirib, otam, onam, ukam, akam hammasini chiqartirib, Azizni xotin, bola chaqasini chiqartirib so'ktirdi. Men aytdim, Shahzod, meni qo'limdan keladi, videolarni oldir, Azizxonnikini ham oldir. Men hozir kelib ko'zingni oldida Azizxonning telefonidan men seni videolaringni o'chiraman. Kirdim, video orqali gaplashib turibmiz, kirib videolarni udalet qildirdim. Udalet qildim. Aziz uxlab yotibdi, sezmaydi, bilmaydi, hech qanaqasidan xabari yo'q. O'chirib tashladim. 15 minutda videoni udalet qildiraman. Oilaga tegmaymiz, bir-birimizni o'rtamizdagi nizoga deb shunaqa menga vapros berdi. Men Aziz turgandan keyin Aziz meni so'kdi, do'stim. Nima o'rtaga tushyapsan? Mana qara, men oilamni ham videosini chiqaribdi Aziz. Oilani bu temaga aralashtirish kerak emas. Ikkalaringni o'rtaga razborga oila a'zolarimiz qo'shilib ketishi yoki qanaqadir otalarimiz, onalarimiz, aka-ukalarimiz aralashish kerak emas degan gaplar bo'ldi. Azizxon telefon qildi, men telefon qildim, Shahzod videoni olib taylar. Shunaqa kerak emas, oilani aralashtirmaylik degan gapni gapirdim. Yo'q, o'chirmayman. Xullas Azizligidan men o'chirdim, bu o'chirmadi. Men o'shanda aytdim, mayli, xohlaganda qilinglar, Alloh bor. Meni qo'limdan keladi, u profilni men yoptirib, Bekkorni ijtimoiy tarmoqdan yo'qotaman. Men senga emas, men o'zimga ishonaman degan holatda men u profilni yoptirdim. Shaxsiy ma'lumotlarimni tarqatganligi sifatida Allohga solib qo'ydim, qonuniy chora so'ramadim, o'chirtirib tashladim. Xullas Aziz bilan Gold temasi mana shu oila a'zolari aralashib, xotin, bola chaqalar aralashganligi uchun mana shu darajada mukammalga yetib ketdi. Mana kuni kecha Sardor gangster, Gold qara ishonganing mana shu ahvolga tushdi. Men ikkalasi ham jigarim, bittasi Zimlagim, bittasi do'stim. Shuning uchun men bu temasiga aralashmayman, chunki bu o'rtada men bilmaganim yana qanchadir problemalar bo'lishi mumkin. Aziz do'stlar, o'zlaring xulosa chiqaringlar. Videomiz uzoq bo'lib ketdi, lekin bor haqiqatni gapirdim. Qanchadan qancha odamlar nima uchun bu o'rtada shunaqa nizo, shunaqa adovat bo'layotganini sizlar ham bilishinglarni, sizlar ham ozroqgina tushunishinglarni xohladim. Kim haq, kim nohaq, sizlar bir chiroyli bir fikrlarni kommentariyada yozib qo'yinglar, like bosib. Rahmat. Gold ukan, sen Instagramda masxara bo'lsan. Instagramda Ashsan, короче. Ashxan bari tishib o'tir, Goldning basına bari tishib o'tir.
Жаңа 5 minut бойының алдын фанат болған адам резко алып кетті, тышып жатыр да басына, сындырып жатыр, баланы сындырмаңдар, оны сындырма, тышпа басына, күлмеңдер. Наоборот, кішкене поддержка беріп жүрсіңдер, дайындалады. Тағы 1-2 бой жасайды, отады, уақыт берем оғаншы, дайындалып, бой жасауымыз керек. Бұны қазір сындырып, бізде сондай ойын, ұтып келесің, ұтылып қаласың, сен сындырып бастайды, күледі үстіңе, ой, сен андайсың, сен мұндайсың, клоунсың. Наоборот, достар, жарайды, давай, ұтам деп шықты, ұтылам деп шыққан жоқ. Шықты, болмай қалды. Ладно, давай, поддержка, давай, сеш, ерге оны ұту керек деп. Наоборот, заряжать етіңдерші баланы, сынып қалмасын. Assalomu alaykum. Bu haqda gapirmasa bo'lmaydi. Ahvolimiz shu darajaga yetib keldi. 100 yil oldingi qilingan fitna-yu boshqa xatolar yana bizni boshimizda aylanyapti. Bu safar sportchilar yordamida ayrim sportchi deb hisoblayotgan insonlarimiz o'zlarining harakatlariga bugun o'zlari mas'uliyat bilan javob bera olmayapti. Masxarabozlikka aylanib ketdi ayrim holatlarda. Mana kuni kecha Toshkentda, non shahri bo'lgan Toshkentda Humo Arenada mana musobaqa bo'ldi. Umrimda birinchi marta boshdan oyoq ko'rdim mana shuni. O'ziga yarasha o'yin bo'ldi. Gap yo'q, kimdir yutqizdi, kimdir o'ziga yarasha saboq oldi harakatlari uchun. Lekin bu o'sha hayot, bu sport, bu kurash shunaqa. Lekin u kurash, sport ana o'sha maydonda bo'lishi kerak. Lekin ayrim bizni mas'uliyatsiz bo'lgan sportchi deb o'zini hisoblab yurganlarning harakatini oqibatida maydon qolib internetga ko'chib ketdi bu janglar. Internetda masxarabozlik darajasiga olib chiqildi va alal oqibat millionlab, minglab tubi bir bo'lgan Turkiy bizni qavmi qardosh xalqlarimiz bir-birini go'shini yeyapti. Mana bu katta fitna. 100 yil oldin bizni qanday fitna qilib parcha-parcha qilib tashagan bo'lsa, xuddi yana shu yo'ldan ketyapti. Bu kimga kerak? Bunaqa oktagon dedim, UFC mi nima bo'lishidan qat'iy nazar, agarki sport bunaqa darajaga xalqlar, millatlarni bir-birini haqorat qiladigan, bir-birini kamsitadigan darajada ota-bobolarimiz, davlatimiz rahbarlaridan tortib ziyolilarigacha xalqlarni yaqinlashtirish yo'lidagi uzoq yillik mehnatni parcha-parcha qilib bir tiyin qiladigan bo'lsa, bunaqa sport, bunaqa musobaqani nima keragi bor? Bu oktagonmi, boshqami, bu nima, bu fitna maydoniga aylanib ketdimi? Yo fitna maydoniga aylantirishyaptimi buni? Hurmatli sportchilar, men barcha mana shu qardosh xalqlardagi sportchilarga aytmoqchiman. Hurmatli bovurlar, inilarim, ag'alarim, hammaga aytmoqchi bo'lganimiz, ayirmachilik qilmaylik, millatchilik qilmaylik. Ayrilganni ayiraga deydi, bo'linganni bo'ri. Buni achchiq tajribasini o'tkazganmiz. Mana shuning uchun bugun bizni parchalanib ketganimiz uchun bugun qulsan deyapti. Bularda tarixi yo'q deyapti. Sizlar ularni tegirmoniga suv quyyapsizlar. Ana shuni kutganlardi. Hamma ustimizdan kulyapti. Ammo bular bir-birini go'shini yeyapti deb. Kerakmi shu? Hurmatli sportchilar, professional bo'ling. Jangda o'sha ringda o'tkazing bo'ldi. Bunaqa mas'uliyatsizlik qilishga hech kimda haqqi yo'q. Xalqlarni, millatlarni bir-biriga urushtirib qo'yishga. Bu sport emas. Ularning ota-onalariga ham iltimosimiz, qarang, bir o'ylab ko'ring, nima qilishyapti bular. Bir bo'laylik, boshqa xato qilmaylik endi. Sharmanda qildi deb bor-ku. Urushni bilmasang, urushga chiqib nima qilasan? Senga shuncha odam pul tikib qo'yuvdi, voy, deydiganlar ham ko'payib ketdi, sezinglarmi? Avvalambor pul tikib, puliga yutqizganlar bu gapni gapiryapti. Gold uka, gazni bosish kerak, bo'ldi, onasini emsin, o'ylash keragi yo'q. Bu hayotda ham inson yutqizadi, yutadi. Ey, o'rtoqlar, nima bo'lgan taqdirda ham bu hamyurtinglar. Qimorga pul tikmanglar o'shaning uchun. Mana bunaqa yig'lab yurmaysizlar. Tushundinglarmi? Va gold, gaz faqat. Kurashni ko'paytirish kerak, MMA da ham yorib tashlash kerak. Qolgani yaxshi bo'lib ketadi. Gaz. Kechagi jangni ko'rgan bo'lsangiz kerak, ortiqcha ta'riflab o'tirmayman. Jangchilarimiz butun O'zbekistonni sharmanda qilib kulgiga qoldirishdi. Mayli, men hozir ularni kaltak yegani, boshqasini karaka qilmoqchi emasman. Erkak zoti borki, kaltak yeydi. Bu uyat emas, lekin uyat tarafi mana shu jangchilarimizning ba'zi birlari ijtimoiy tarmoqlarga chiqib olib, har xil bemaza, betayin qiliqlarni qilib, bir erkak nomiga, erkak rujulatiga yarashmaydigan ishlarni qilib kelayotgan edi va mana bugun biz o'shani natijasini ko'rdik.
butun dunyoga sharmanda qilyapti. Na bir o'sh qilishni biladi, na bir boshqa narsani biladi. Bittasi sochidan tortadimi, bittasi mayli, men endi hozir ularga nisbat berib o'tirmay, xullas kalom, bularni eng yomon tarafi mana bularni ko'rib yosh yigitlarimiz ham biz ham shunaqa bo'lishimiz kerak ekan, shunaqa bo'lsak mashhur bo'lar ekanmiz deb arzon hayplarga o'chib, betamizlashib, jamiyatda erkak kishining rujulati tushib ketyapti. Jangchi degan qanaqa bo'lish kerak? Mana Murodxon Xonto'rayev oddiygina misol yoki boshqa ko'plab bir bizni sportchilarimiz bor edi. Biz oldin sportchi deganda bir jiddiy yuradigan, salobatli, rujulatli, haqiqiy erkaklarni tushunardik. Bugunchi, bugun bir betamiz, bachkana qiliqlarni qiladigan betaylarni ko'ryapmiz-da. Va eng yomoni bular yurtni kulgiga qo'yishyapti. Shuning uchun iltimos qilib qolgan bo'lar edimki, erkak bo'lishni targ'ib qilaylik. Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun o'rtoqlar. Ko'pchilik yozyapti, Shahzod Gold kechagi jangidan kelgan fikringiz deyapti. Fikrim nima? Fikrim yutish, yutqizish Allohdan birinchi o'chirtdi. Sport bu, sportni yutish ham, yutqizish ham yomon yuradi. Nima bu gaplarim bilan xalqqa murojaat qilmoqchiman. O'zbekiston vatandoshlarimizni qo'llab-quvvatlashinglarni. Ungacha qo'llab-quvvatladinglarmi? Yutadimi, yutqizadimi, qo'llab-quvvatlanglar. Da Shahzod Gold xato qilgan bo'lishi mumkin, shov qilgan bo'lishi mumkin, baqir-chaqir yorvoraman degan bo'lishi mumkin. Uni o'zi stili shunaqa, uni o'zgartirib bo'lmaydi. Mayli kiprga ketgan bo'lishi mumkin. Uni biza ustozlar, akalar to'g'ri yo'naltirish berib tushuntiramiz, bo'sh qilamiz, lekin biza birlashishimiz kerak. Yutganda ham, yutqizganda ham. Sizlardan shu narsa, sportchilar, o'zimizni sportchi bo'lganmiz, trenerimizni bilamiz, birlashsak, yutganda qanaqa ko'rsa, yutqizganda xuddi shunaqa ko'radigan bo'lsak, birlashsak, podдержка qilsanglar akalar, u yana ham ertaga oktagonga kuchli bo'lib chiqadi.